Assalomu alaykum bank xodimlari, bankimiz, markaziy bankimiz xodimlari. Bir konturga bir mahsulot ekin maydoni turibman. 43-73 konturida 9 gektarlik maydonimiz 60 ta fuqaroga bo'lingan. No'xat ekilgan 100%. No'xatlarimiz chiroyli yetishtirilyapti. Kultivatsiyalar yurilib, mineral o'g'itlar solingan. No'xatlarimiz gullash arafasida, no'xatlar tuyulib, xudo xohlasa chiroyli yetishtirilyapti. Sharq Yulduzi mahalla fuqarolar yig'ini bank agenti Ismonov G'ofurjon bo'laman. Ekin maydonimiz a'lo darajada chiroyli bo'lib yetishtirilyapti, xudo xohlasa. Sharq Yulduzida ishlar jadallik bilan olib borilyapti. Ta fuqaroyimiz 100% no'xat bilan dehqonchilik qilishyapti.